Oyi. Yana qaynonangdan arazlab keldingmi? Ha, qayda bordilar? Qo'lingdagi nima yo'q? Bilmayman, hamma nimadir ko'tarib ketiradi. Ha, bo'pti, kir. Ertalab 8 da tursam, kech turibsan deydi menga. Voy, o'lmasam, sen 8 da uyg'onyapsanmi? Voy, 11-12gacha uxlarding-ku. Qo'lni supursam, chala supuribsan deydi. Kamchilik qiladigan oila ekanda. Men choy bering oyi. Qizim, sen psixologически travma olgansan. Shuda oyi, yaxshi ham siz tushunasiz. To'ldirib qo'ying choyni. Mana. Voy, o'lmasam. Hey, turingni 6 bo'ldi, 6gacha uxlaydimi odam? O'zi kecha nima dedingiz? Ko'p gapirma. Tur, hovlini supur, ayiq. Xafa bo'lma-yu. Rostdan ham chala qilar ekansan ishni. Supurgiz yaxshi emas. Orasi ochiq-ochiq, musor o'tib ketib qolyapti. Ey, bahona qilma, tez bo'l. Ushadigan bo'lsa men ketaman. Nimaga kelding unda? Bor, yo'qol, ketaver. O'tirlarni taxlab qo'ysanglar bo'ladi-yu, to'zib ketibdi hamma joy. Haqiqatdan. Oyi, taxlab qo'yinglar dedi. Menga taxlading demadim-ku. Bo'l. Hozir mendan fizически travma olasan. Meni psixologik travmam bor, mumkin emas menga. Muyassar opa, ertaga mahallada hashar 100 ming so'mdan yig'yapmiz. Shunga dadam jo'natib yubordi. Shuni ber ekansiz. Ha, men pul bermayman. Ertaga qizimni chiqaraman, o'zi yordamlashib boradi. Mamma, voy. Ha, endi 10 metr yer qazib kelsa, hech narsa bo'lmaydi. Qazib kelasan. Oyi, shu shipirni olib tashlabchi, g'isht qilish kerak. Ha, u g'ishtni loydan quyadi-da, to'g'rimi? Ha, loydan. Oyi, loyni men qilaman demadim-ku. Tezlashgin, hali bu yoqqa uchastka ko'tarishimiz kerak. Bo'l tez. Ha? Hay, qayoqqa? Qaytib kelayman uyingizga. Umuman.